Ekemalar nisbatda olingan ikkita galogen alkan aralashmasi mol miqdordagi natriy ta'sir ettirildi. Tamam. Noma'lum monogalogen alkan. Oxirigacha o'qib olamiz. Bunda ekemalar nisbatda olingan 6 gram gaz normal sharoitda bo'lgan alkanlar aralashmasi 45 gram natriy yodid hosil bo'ldi. Galogenimiz yo'q bo'lgan ekan. Natriy metal ishtirokida qizdirildi va hosil bo'ladi. Virus reaksiyasi ketadi bu yoqda. Noma'lum alkan va natriy yodid chiqadi. 1:2 mol nisbatda. Keyingisi ikkita monogalogen alkan degan uchun ikkinchisini ham ta'sir ettirib olamiz. Keyingi radikallarimiz va natriy yodid. Va ikkita monogalogen alkandan 3 xil alkan hosil bo'ladi. Birinchisi natriy metali va keyingisi hosil bo'ladi. Uchinchi alkanimiz va natriy yodid. 6 gram ekemalar degani teng mol nisbatda degani, ekemalar nisbatda gaz alkanlarimiz va 45 gram natriy yodid hosil bo'ldi. Jami natriy yodidimiz 45 gram ekan. Molni aniqlab olamiz. Natriy yodid massasi 150 lik. Bo'lib olsak 0.3 mol. Reaksiyada ko'rinib turibdiki 2 ga 1 mol nisbatda ekan. 2 ga 1 mol nisbatda bo'lib ko'rinib turibdi. Xo'p. Demak, 0.3 ni biz 2 ga bo'lib olsak har bir monogalogen alkanning moli chiqadi 0.15 moldan. Shartida aytyapti. Ekemalar nisbatda 6 gram gaz bo'lgan alkanlar aralashmasi hosil bo'ldi deyapti. Ya'ni bu 0.15 molini massasi 6.6 gram ekan. 1 molini massasi qanchaligini aniqlab qo'yamiz. Chiqadi bizda 44 gram. Ya'ni radikallarimizni massalari yig'imiz 44 ga teng bo'lishi kerak. Mana bu alkan oxirida hosil bo'lgan 3-alkanimizning massasi 44 ga teng bo'lishi kerak desak ham bo'ladi. Xo'p, bunda birinchi javob A javobda metil radikali va etil radikali ikkalasini qo'shib qo'yamiz. 15 ga 29 chiqadi bizda 44. To'g'ri kelar ekan. Javobimiz A variant metil yodid va etil yodid aralashmasi bo'lgan ekan monogalogen alkanlarimiz.